O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A'zamning tavallud topgan kuni munosabati bilan men sizlarga Erkin A'zamni kechikayotgan odam kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. A'zam Erkin 2002-yil 448 betdan iborat. Bu kitobga muallifning turli yillarda yozilgan ammo hali o'quvchiga notanish qissalari jamlandi. Ularni adib ijodi ma'lum bosqichining o'ziga xos sarhisobi ham deyish mumkin. Har xil mavzudagi bu asarlarning asosiy g'oyasi insondagi insoniylikni tadqiq etishi, inson mo'jizasining turfa manfaatlaridan hayratlanishidan iborat. To'plamdan kechikayotgan odam degan asarni qidirib ovora bo'lmang. Bu umumlashtiruvchi, e'tibor joiz ko'rilsa, mundarijaviy nom. Darvaqiy inson hayotda hamisha nimagadir erisha olmaydi, nimagadir ulgura olmaydi, kechikadi. Qolaversa, bu asarlarning qahramonlari o'tgan asrning odamlari. Bu degani ular eskirgan yo kechagi odamlar emas. Inson yuksayishi mumkin, hayotdagi mavqei o'zgarishi mumkin, lekin uning mag'iz mohiyati qoladi. Adabiyot uchun esa shunisi muhim. E'tiboringiz uchun katta rahmat.